Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugungi ishimizni ham bitkizdik. Bu yerga qo'ygan manzilimiz Moybuloq qishlog'i bozorini orqa tomonda G'ayrat aka xonadonlari qo'yib edik. Mana shu teraskamizda. Akamizni o'zlari ham usta ekan. Xo'p, bu yerga qilgan ishimiz Alutex'da Zolotoy dub profildan qilib berdik. Shu to'rtta oraliqqa ikkitasi eshik, ikkitasi deraza. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, hammasiniki 2.30 to'rtta 2.30 va 1-2 sm farqi bo'lmasa, ashti bir xil. Bu yerga derazamizni ikkitadan ochilish qilib berganmiz. Bunga ichkariga 2 tabaqalik eshik, bu boshdagi 1 tabaqalik qilib berdik. Klientimiz shuni xohladi. Xo'p, bir yaqindan ko'rsatib o'tsam bilan sizga. Yodviy shisha bir qavatda. Ichkariga ochilish, termo alvet ruchkalarni qo'yib berganmiz. Zich yopishgan, chotki, mana lilanlari ham bir xilda ketgan. Hozir ichkaridan ko'rsatamiz. Ichkaridan ko'rinishi. Delfinlarni ham rottosi okunli ruchkada qo'yib berganmiz. Zo'r ochilib yopiladi. Bunisi ham shunaqa. Zazorlarni ham chotki qilib berganmiz. Zazorlarimiz o'zi yaxshi ekan, joyi ham. Hammasini kunga ruchka qo'yib berganmiz. Xo'p, bir tabaqali eshigimiz. Mana bu yerda ham shunaqa deraza bor. Tabaqa. Bunisiga ham o'sha Craft termo ruchkadan qo'yib berganmiz. Mana Craft bez yaxshi zamokdan. Mana ruchkalarigacha mana ko'rinadigan bo'lsa Craft yozilgan va oqni ruchkasiga ham mana bu yerda Craft yozuvi bor, mana original. Mana shunaqa qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda mana shunaqa ruchka qo'yishni maslahat beramiz. Eskicha bunaqa delfin tepaga ko'tariladigan u hozircha modadan qoldi. Sababi bu zo'r siqib oladi mana. Hozir mana yopilishini ko'rsatamiz mana. Mana shunaqa holatda bo'lsa, bunaqa bo'lsangiz mana. Mana siqib olib qimirlamaydi, chotki turadi. Mana shunaqa ko'rinishda, hozir tashqaridan bir narx-navosini aytib o'taman. Mana zich yopishgan. Tagini alkafonda qilib berganmiz. Mana shu teraskamiz 27 yo 28 kvadrat atrofida chiqdi. Alutex Zolotoy dubda, yodviy bir qavat shishada. Xo'p, derazalarni ikkitadan ochilish har bittasi mana bu yerda ham bor. Narx qiziq, hammaga baribir. Kvadrati 480 ming so'm atrofidan tushdi akamizga. Taglarini o'zi keyin blokdami terib olishgan bo'lishdi. Mana shu ishimizni bitkizdik. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu yerda nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp, imo bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.